bo'ldi. Bitta emas, nechtalab klientimizda ketma-ketiga operatsiyalar aytmay bo'lyapti. 3-4 stepin skoliozlarda ham, kasaglaziyada ham shunaqangi zo'r natijalar bo'lyapti. Bundan men juda ham xursandman. Bizning Surayyo Osteo Centrimizdagi osteopat masterlarimiz ketma-ket super natijalar qilib yotishibdi. Hozir qo'yaman. Qizimni ortopedga olib borganimda aytishdiki, ular 100% operatsiya deyishdi. Unda skolioz juda ham kuchli edi. Bizda ham yondosh kasalligi bor edi, nevrologik kasalligi. Shuning uchun ham kuchayib ketgan. YouTube'da qarab o'tirsam, shu skolioz haqida ma'lumot olish uchun Surayyo Osteo Centri ko'rib qoldim. Ko'pchilik bolajonlarni olib kelib, xuddi menga o'xshab intervyular berishgan ekan. Ich-ichimdan shunaqa sezdim, olib borsam natija bo'ladi, xudo xolisa degan maqsad bilan olib keldim. Olib kelishim bilan Surayyo opam ko'rdilar, Dilbar opaga berdilar qizimni. Ular massaj qilish, osteopat qilishni boshladilar. Bitta kurs tugatdik. Bizda o'zgarish juda ham sezildi. Boshida yelkasi ham bir tarafga og'ib yurardi. Turganda ham bir tarafga og'ib hali jayam yaxshi yurmagani uchun bir tarafga og'ib ketib qolaverardi. Hozir bitta kurs olganimizning o'zida yelkasidagi o'zgarishlar ancha sezildi.